Ali aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hozirgi kunda nima yangiliklar endi aka ishlarda borasida? Hozirgi kunda Xudo xohlasa Xitoy yangi hamkorlarimizdan xabarimiz bor. Kuyal Colt zavodi bilan juda yaqin hamkorlik qilyapmiz. Xitoy deganda ko'pchilik xayoliga sifati past mahsulotlar kelsa, bizda aksincha Xitoy Yevropa uchun eksport qiladigan modellardan olib kelyapmiz. Blackberry, Butterfly modellar keladi. Hammaga juda tanish bo'lgan Kuyelni asu uchun beradigan bir echkilik vitrinalari keladi. 95 sm chuqurlikda 2 metrlik yopiq, ochiq, yonga sudralib kupe ochiladigan gorkalar keladi. Undan tashqari yana bir necha xil ekonom model bo'lishi bilan o'zi sifati yuqori banettalar ham kirib keladi. Yaqin kunlarda oldindan zakazlarni qabul qilyapmiz. Shoshib qoling. Ancha o'zgarishlar bo'lar ekanda, demak. Unda yangi tovarlarni kutib qolamiz sizdan. Tubdan o'zgarishlar bo'ladi, Xudo xohlasa. Rahmat aka. Salomat bo'ling.